Endi eng asosiy darslarimizdan biri o'quvchilarning o'zini venitkasi birinchilikka qo'yish bo'ladi. Bunda o'quvchini birga qo'yish uchun o'sha birinchilikdagi turgan o'quvchini aktiv belgilash kerak. Masalan, bu yerda mana bu Devra degan qiz birda turibdi. Mana shuni aktiv belgilab, keyin F10 bosiladi. F10 ni bosganda so'raydi. O'quvchini birinchilikka qo'yish ha yo'q deb so'raydi. Shunda ha ni bosasiz. O'zi avtomatik boshlaydi. Mana boshqa o'quvchilar bilan o'rinlarni almashtirib boshlaydi. Faqatgina yaxshi tarafi mana ustozlar rasmiga tegmaydi, keyin mana bu o'quvchilar rasmini boshqa har qanday obyektga tegmaydi. Faqatgina o'quvchilarni mana shu rasmi bor layerlarni o'zgartirib chiqadi. Boshqa bironta begona layerga teginmaydi. Mana taxla bo'lgandan keyin mana taxlagan papkasi avtomatik ochadi. Mana oson bo'lishi mana o'quvchini birinchiga turgan o'quvchining nomiga saqlantirib qilib beradi. Tayyor qilib. Masalan, bu yerda mana bu layer bor edi, o'zgarish bu bilan almashgan yo'q, mana o'qituvchi ham bor, almashgan yo'q. Dashi o'zingiz masalan adashib o'quvchi bo'lmagan layerni belgilab F10 ni bosib qo'ysangiz ham birdan aytaman, ustoz layeriga tegilmaydi deyapti. Mumkin emas. Yoki masalan adashib mana buni belgilab qo'ying, mana F8 ni F10 ni bosasiz mana. Ko'rdingizmi? Smart object bo'lmagan, o'quvchi rasmi bo'lmagan layerlarga tegmaydi. Mana shunday qilib o'quvchilarni o'zi 1 minut bo'lmasa, mana shu o'zini ventkasida birga qo'ysangiz bo'ladi. Juda oson birga qo'yish.